Quloq miyani yuvording-ku. Kimsan o'zi? Qizimiz-ku. Assalomu alaykum. Qani? Mashina yoqdimi? Voy, muborak bo'lsin demisizlarmi, ha? Muborak bo'lsin. Oldin ota-ona bilan so'rashilardi shekilli. Esimdan chiqib qopti. Xo'sh, mashinam yoqdimi? Shuncha vaqt kasal bo'lib yotdim. Xolis nima kechdi deb so'ramading. O'sha to'yda ko'rganimizdan beri bizni umuman unutib yording. Endi kelib shu temir matohingni bizga ko'z-ko'z qilyapsanmi? Ko'rolmayapsizmi, oyi? Siz-chi dada? Umr bo'yi bitta velosiped ham ololmagansiz. Alam qilyaptimi? Agar o'g'il bola bo'lganingda nima qilishni o'zim bilardim. Afsuski qizimsan-da. O'zi shunaqa. Odamlar hattoki o'z ota-onang ham yo'q bo'lsa bera olmaydi, bor bo'lsa ko'ra olmaydi. Tushunaman. Sen qiz o'zi kimligingni unutib qo'yibsan. Nima desanglar, do'ringlar. Muhimi, men o'z maqsadlarimga erishdim. Endi boyman, hamma narsam bor. Qanaqa qilib erishganim muhim emas, eng muhimi erishdim. Essiz. Seni shu umidda katta qilganmidik? Bor. Ket. Qaytib bu yerlarga qadamingni bosma. Haydamashingiz ham ketaman. O'zi hol-ahvol so'ray deb kelgandim. Bunday olib qarasam, noshukur ekansizlar. Shuni ham bilmadinglar. Mayli. Arzimas ekansizlar. Omad. Siz shu qizni o'zim tuqqanmanmi?